degan joyda esimdan chiqib qoldi. Yo'qotdagi bo'lib. Katta va Kichkina kelinlarga u sizlarning nega degan savollari. boshlang. Voy, siz kattasiz-ku, boshlab qo'yavering, baloga qolmang. What? Kichkina kelinlar, nimaga sizlar ikki qat bo'lsanglar birdan mazanglar bo'lmay qoladi? Biz ham tuqqanmiz. Katta kelinlar, nega biza kelishimiz bilan 4 ta bolanglar bo'lsa ham tug'ib olasizlar? Kichkina kelinlar, nimaga hamma ishni bilsanglar ham, voy, men bilmayman buni deb turib olasizlar? Katta kelinlar, nega sizlar o'zingizlardan qaynona yasab olasizlar? Hamma ishni oyijon etdilar deb ishlarni qildirib olasizlar-ya? Kichkina kelinlar, nimaga qo'lingizdan bitta ish kelmasa ham, oyijonga paxta qo'yib, suykalib yaxshi ko'rib olasizlar? Nega katta kelinlar? O'zingizlar ham minnatchisizlar. 10 yil oldin tushganman, eringizni boqqanman, xuddi ush jangda qatnashgandek. Do'stde. Kichkina kelinlar, bir joyga borayotganingizda nima faqat eringizdan ruxsat so'raysizlar? Qaynona qolib ketadi. Nega katta kelinlar ovqatdan keyin darrov shu bolanglar yig'lab, qoninglar olib tualetga kirib, sidinglar qistab qoladimi? Bilmayman, shu 1 soat qolib ketasizlar. Nega? Kichkina kelinlar, nimaga biz bir oyda bir uyimizga boramiz, sizlar onamni mazalari bo'lmayapti deb har hafta ketasizlar. Chunki bu bizda. To'g'rimi? Kommentariyada yozib ketinglar, katta kelinlar.